o'ylagandan ko'ra chigalroq qilinasiz. Yavlon, yana bitta gap. Eshitaman aka. Men Aslonni qizini ushlab berishim bilaman. O'z yo'limni olishim kerak. Siz mendan nimani bildirchilayapsiz? Shunaqami? Tushunmayapman. Siz nega tergovchiga o'xshab tinimsiz savol berasiz? Chunki Javlon menga sizni nima ish qilib yurganingizni bilasanmi dedi. Senga kuyunganimdan xotir olib qo'ng'iroq qilyapman uka. Nega Dilnozaga qo'ng'iroq qilding? Uni tinch qo'y. Bu mavzu ikkalamizning o'rtamizda hal bo'lishi kerak. Unga boshqa telefon qilma. Boramizmi dadingiz oldiga? Ha, boraman. Dadamni juda ham sog'ingan. Lekin mashinangiz bormi? Ha, mashinam bor. Yaxshi, avtobusga sizlar hozir. Bunda ketdik mashinaga. Yur. Xullas gapni eshit Gerkules. Men seni urmoqchi yoki u yoq bu yog'ingni ko'kartirmoqchi emasman. Bu yog'iga men aytganimni qilasan. Agar aytganimni qilmasang, eng nozik joying meni qo'limda. Ey, o'zingni bos. Men seni o'rningda bo'lganimda bunday qilmasdim. Kallingni ishlat, Gerkules. Agar hozir menga qo'lingni uch tegudek bo'lsa, qizalog'ingni ahvoli nima bo'lishini ham tasavvur qila olmaysan. Hey, Terminator. O'zingni bosib ol, namuncha emotsiyaga berilasan. Bilsang do'stim, bu dunyoda emotsiyaga berilgan odamlar har doim yutqazadi. Bilasan, men seni kimga o'xshataman? Maymunlar sayyorasi filmidagi qafasdagi maymunga o'xshataman. O'shancha emotsiyaga berilma. Seni emotsiyaga berilishing meni kulgimni qistatyapti. Seni boshing juda ham aziz ekan. Xo'jayin senga qo'lim uchini ham tekkizishga ruxsat bermagan. Shuning uchun ortiqcha harakat qilma. Ortiqcha harakat qilsang, senga tegmayman-u, lekin Mubinani. Ey, o'zingni bos. Agar yana 1 soatda qaytmasa, bu yerda sizlarni yolg'iz qoldirishga majbur bo'laman. Mardon aka, sizda gapim bor. Gapiraver. Meni o'zingizda gapim bor. Tashqariga chiqaylik. Men chiqib tura qolaman. Nega bunaqa qilyapsan? Menga buningiz umuman yoqmayapti. Gap senga yoqsa-yoqmasligida emas. Men Malikani juda yaxshi bilaman. U biz uchun qadrdon. Ko'rdik qanaqa qadrdon ekanligini.
Buningiz Mirzakani ham boshiga yetdi. Siz bo'lsa uni qadrdon deyapsizmi? Menga qara, Nigina. U ataylab qilmadi. Majbur bo'ldi. Nima? Siz ham majbur bo'lsangiz meni sotib ketaverasizmi? Men uni majbur qilishgan demoqchi edim. Nima bo'lganda ham unaqa qilish kerak emas edi. Bo'ldi qilligina. O'tgan ish o'tdi. Endi oldinga qarab yurish kerak. Men ham oldinga yurish tarafdoriman. Lekin Arslon aka qani? Arslon akani yo'qolib qolishda ham buni qo'li bor. Endi oshirib yording Nigina. Agar u sotganida hammamizni sotardi. Keyin bu yerni yer tesharni odamlari bilganida, hozir sen bilan men bunaqa gaplashib o'tirmagan bo'lardik. Bilmadim aka. Xullas buningiz menga yoqmayapti. Men mana bu puldan ham xavotirdaman. Bo'ldi, Nigina. Bunisi endi oshib tushdi. Hozir sen bilan yo'q narsaga pachakilashib o'tirishga meni toqatim yo'q. Aka! Gerkules, Gerkules. Men senga emotsiyaga berilma degandim. Xo'sh, emotsiyaga berilib nimaga erishding? Menga qara, Gerkules. Bunaqada hech narsaga erisha olmaysan. Arslon. Xullas hozirgi vaziyat biroz qaltisroq. Men seni yer tesharga topshirishim kerak. Bu meni vazifam. Lekin menga 100 ming dollar ham kerak. Bu meni bo'ynimdagi qarzim. Men seni yer tesharga topshirishim mumkin, lekin qizingni topshira olmayman. Jim bo'l. Menga unaqa qarama do'stim. Vaziyat shunaqa chikal. Sen yer tesharga keraksan, senga qizing kerak, menga bo'lsa 100 ming dollar kerak. Gapingga tushunmadim. Nima demoqchisan? Nima bor? Tushunmadim. Nima? Nima deyapsan? Sen menga 100 ming pulim bor demoqchimisan? Yolg'on gapirmayapsan, ha? Yaxshi. Agar sen menga 100 ming olib kelib bersang, men seni qizingni ozod qilaman. Faqat bugunoq olib kelib berishing kerak. Agar kechiksang, qizingdan ayrilasan. Kelishdikmi, Terminator? Yaxshi, mana bu boshqa gap. Mehmonimni kuzatib qo'yinglar. Nima gapimni eshitmayapsizlarmi? Kuzatib qo'y. Tur. Vaqt ketdi, Arslon. Esingdan chiqmasin. Men kutishni yomon ko'raman. Alo. Sultanchik. Eshitaman. Qalaysan, vrachka? Javlon, nima deysan? Xullas, hozir men senga bitta joy lokatsiyasini tashiyman. O'sha joyga borib menga qo'ng'iroq qilasan. Yaxshi. Vaqt ketyapti, toy bola. Harakatingni qil.
Alo, Alo, eshitaman Shodmon aka. Javlon, qayerdasan? Qayerda bo'lardim aka? Ofisdaman. Tez diskotekaga yetib kel. Nega? Mana kecham bo'ldi. Arslon qo'lingdami? Ha, qo'limda. Bo'ldi. Men o'z missiyamni bajardim. Meni haqqimni olib kel. Aka, namuncha shoshmasangiz, beraman shu pulingizni. Faqat ozroq sabr qiling. Javlon, sabr qiladigan joyi yo'q. Men bugunoq o'z do'lyamni olishim kerak, tushunarlimi? Tushunarlimi deyapman, Javlon? Tushunarli aka. Men faqat hozir bora olmayman. Menga qara. Hoziroq yetib kel. Pulimni ham olib kel. Men ortiq kuta olmayman. Sen men bilan o'ynashma bola. Agar hoziroq pul bilan bu yoqqa yetib kelmasang, o'zim seni yer tesharga yemak qilib yuboraman. Eshityapsanmi meni? Tushundingmi? Tushundim. Tushundim ekan, faqat siz asabiylashmang. Men hozir yetib boraman. Tezlash. Xo'p. Sen kim bilan o'ynashayotganingni bilmaysan. Shodmon qul. Ko'tasangchi. Qayerga ketyapsiz? Kutish jonga tegdi. Men Arslonni topishim kerak. Uni qayerdan topmoqchisiz? Axir telefonni ham ko'tarmayapti-ku. Topaman. Topishim shart. U shunchaki yo'qolib qolishi mumkin emas. Men ham siz bilan boraman. Yo'q, Malika. Sen shu yerda qol. Tashqari xavfli. Iltimos, yo'q demang. Men ham siz bilan boraman. Malika, tushunmayapsan. Sen menga yordam o'rniga xalaqit berib qo'yishing mumkin. Aytganimni qilib shu yerda qol. Nigina, eshikni qulflab ol. Men o'zim. Menga qara. Hammasi seni deb bo'lyapti. Sen kelding-ku, Arslon aka yo'qoldi. Rejalarimiz barbod bo'ldi. Kamiga o'zingni biz uchun mehribon, jonkuyardek ko'rsatishing asabimga tegyapti. Og'zingga qarab gapir. Nima qilasan? Ha? Qo'lingdan nima keladi? Bor yo'g'i bir cho'rindi bo'lsang. Voy, menga qara, oyimcha. Qivor.
Menga ko'p jirillama, tushundingmi? Qo'yvor. Og'zingni yum. Agar yana cho'rindi desang, kekirdagini sug'urib olaman. Men seni otang bilan ko'rgan voqealarimni sen ko'rganingda edi. Mana bu to'q miyang ishlagan bo'lardi. Tushundingmi? Kallangni sal ishlat. Fox. Xo'jayin, Javlon keldi. Kirsin. Sen boraver. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, Shodmonqul aka. Va alaykum assalom. Ke Javlon. Chaqirtirgan ekansiz, keldik. Kelganing yaxshi ukam. Lekin men senga quruq qo'l bilan kelmagin degandim. Ana o'tirchi. Sizni gaplaringiz kosani tagida nim kosasi bor gaplar ekanda aka. Maqsadga o'taylik. Meni do'lyam qani? Aka, namuncha shoshilmasiz a. Siz meni sal xafa qilyapsiz. Sizni munosabatingizdan go'yoki biz bir marta ishlab qaytib ko'rishmaydigan odamlarga o'xshab tuyulyapmiz. Sen avval mana shu ishim uchun haqqimni to'lab qo'y. Undan keyin boshqa ishlarga o'tamiz. Meni prinsipim shunaqa. Men o'z prinsipiga ega bo'lgan odamlarni juda ham hurmat qilaman aka. Lekin men sizni hamma qatori oddiy odamlarga o'xshatmayman. Ular har doim bitta xatoni takrorlashadi. Ertaga keladigan million so'mni olgandan ko'ra, hozirgi naqd 1000 so'mni olishni afzal ko'rishadi. Garchi ertaga million so'mni olishi aniq bo'lsa-da, bugungi 1000 so'mni ola qolay deb xato qilishadi. Gaplaringdan eski hoji akani isi kelyapti. Aka, bizga hoji akadek bo'lish uchun hali ancha vaqt bor. Biz ertasi uchun harakat qilayotgan mayda oddiy odamlarmiz. Sen bola menga yoqib qolyapsan. Men seni gapingga ishonishim uchun o'z prinsipimga qarshi chiqishimga to'g'ri kelyapti. Meni prinsipimga qarshi chiqishim anchagina qimmat turadi. Mana shu gap uchun ham sizni hurmat qilaman-da aka. Siz o'z qadringizni biladigan odamsiz. Menga esa shunaqa odamlar bilan ishlash yoqadi. Aka, siz mendan xavotir olmang. Kutganingiz uchun ham men sizni rozi qilaman. Faqat qanchaligini aytsangiz bo'lgani. Ustiga yana 50 ming qo'shib berasan. Xo'sh, Roziman aka. ha, kelishdik unda. Bir partiya bilyard tashaymizmi? Mayli aka. Sizga yo'qli bo'larmidi? Marhamat.
Arslon. Arslon, nega telefoningni ko'tarmaysan? Alo. Alo, Mardon aka. Alo, eshitaman Malika. Nima bo'ldi? Arslon akani topdingizmi? Yangilik bormi? Hali topmadim. Ha, tushunarli. Negadir umuman telefonini ko'tarmayapti. Men bir narsani o'ylab qoldim. Gapir, nimani? Agar telefonni ko'tarmayotgan bo'lsa, uni qidirgandan foyda yo'q. Siz to'g'ri Arslon akani uyiga boring. Menimcha qandaydir oilaviy muammo bor o'xshaydi. Gapingda jon bor, Malika. Yaxshi. Men uyga borib ko'raman. Agar Arslon akani topsangiz, bizga ham xabar qiling. Xo'pmi? Xo'p, yaxshi. Bo'pti. Arslon. Arslon, nega telefoningni ko'tarmaysan? Hey. Alo, Alo, men parkovkaga keldim. yaxshi. Hamma joy tozami? Ha, hamma joy toza. Yaxshi. O'sha joyda bitta oq Lacetti bor. Ko'rinishdan boshqa mashinalarga nisbatan noto'g'ri parkovka qilingan. Demak, noto'g'ri parkovka qilingan, shundaymi? O'sha mashinaning ichida 300 gramm bor. Hozircha mashina ochiq, tezlash. Xo'p. Jin ursin. Qayerda bo'lishi mumkin?
Alo. Alo, aka? Ha, Nargiza. Yaxshimisiz, aka? Yaxshi, rahmat. Nima gap singlim? Bo'shab qoldingizmi? Uyga kelasizmi? Nargiza, men hozir bora olmayman. Iye, Juda bandman. Ishlarim juda ko'p. xo'p. Taxminan nechalarda kelmoqchisiz o'zi? Bilmayman, Nargiza. Nega bilmaysiz? Tavba qildim. Ishimni tugatib, keyin boraman. Nima qilay? Uyda dadam yo'q, siz yo'q. Bir o'zim o'tiramanmi shunaqa? Nargiza, tushungin, hozir vaziyatim shunaqa. Mayli aka, siz yuravering bemalol. Men o'zim o'tiraveraman shunaqa. Sizga umuman singlingiz kerak emas. Ishingiz ham yo'q men bilan. Yosh bola bo'lmagan Nargiza. Bu nima deganing? Bo'pti, bilganingizni qiling, xo'pmi? Nargiz. Alo. Alo, Sultanchik. Nima deysan? Ye, toy bola. Nega asabiylashasan? Tinchlikmi? Hech kim xitlamadimi? Yo'q, hammasi joyida. Hech kim xitlagani yo'q. Nimalar qilyapsan? Men hozir bularni bo'laklarga bo'lib chiqyapman. Yaxshi. Ukajonim, tezlash. Bugun hammasini tarqatishga ulgurishing kerak. Aks holda haqqingni ololmaysan. Bo'pti, ishga xalal bermagan. Bo'ldi, toy bola. Ishla. Sen ishlashing kerak. Maraz. Shu yetmay turuvdi. Javlon maraz. Uyqung kelayotgan bo'lsa uxlashing mumkin. Menimcha, Mardonaga hal berib kelmaydi. Hali biroz o'tira olaman. O'zingni qiynama. Sen uxlamay o'tirganing bilan nimadir hal bo'lib qolmaydi. Agar Arslon aka topilmasa, seni ertangi kuning tinch o'tmasligi aniq. O'shaning uchun uxlab dam olganing yaxshi. Yaxshi. Men uxlasam ham shu xonada uxlayman. Nima? Bu yo'ldan boshqa yana uxlasa bo'ladigan boshqa xona bormi?
Bu yoqdan chiqib chapga yurasan. Keyin yana chapga yurasan. 4-xona, ichi bitgan. O'sha yerda uxlasang bo'ladi. Yaxshi. Unda men o'sha yerda uxlayman.
Alo, eshitaman, nima deysan? Sen nima qilyapsan? Nima qilma? Lokatda tashlashga tashlaysan. Lekin negarasiz olmayapsan. Voy, blin. To'xta! To'xta! Dori qani? Aka urmang. So'z bu yoqqa. Qani pulim? Javob ber. Bilmayman. Ey, narisaman. Qani pulim? Qani pulim dedim senga. Qayerda? Men aytganimdan ko'proq-ku aka. Men hech qachon sizga qarshi bormaganman. Oxirgi paytda bo'lgan ishlar, vaziyatlar bizni oramizga sovuqchilik tushirib qo'ydi. Yo'q aka. Men o'z kechirimimni so'rab yoningizga keldim.